Hamshira test qaror bozor kanalida oliy toifa og'zaki savoliga javob. Miksedema bilan kasallangan bemorlar reabilitatsiyasi turlarini sanab bering. Miksedema qalqonsimon bez funksiyasining pasayishi bilan bog'liq bo'lgan va gipotireozning og'ir shakli bo'lgan endokrin kasalligi hisoblanadi. Kasallik ko'pincha o'smirlar va kattalarda boshlanadi. Miksedemaning birlamchi va ikkilamchi xillari va tug'ma orttirilgan xillari tafovut qilinadi. Kasallik qalqonsimon bez gormonlari ishlab chiqarilishining kamayishi yoki butunlay to'xtab qolishi natijasida boshlanadi. Miksedema sabablari patologiyaning tabiatiga bog'liq. Endi belgilariga keladigan bo'lsak, miksedemaning xarakterli alomatlariga quyidagilar kiradi. Mushaklar og'rig'i, uyquchanlik, xirildoq ovoz, kamqonlik, sochlarning mo'rtligi, hayz davrining buzilishi, teri quruqligi, qo'l-oyoqlarning shishi, yuzning shishi, tana haroratining pasayishi, xotiraning buzilishi, eshitish qobiliyatining yomonlashishi, sekin nutq, holsizlik, qabziyatlar, jinsiy funksiyaning buzilishi, til shishishi, yuqori arterial bosim, kuchli bosh og'rig'i, soch to'kilishi, yurak ritmining buzilishi va nafas qisishi holatlari kuzatiladi. Qalqonsimon bez kasalliklarini tashxislash uchun endokrinolog quyidagilarni buyurishi mumkin. Qalqonsimon bezning funksion biopsiyasi, qalqonsimon bezni o'zi qilish, biokimiyaviy qon tahlili, immunolog tekshiruvlar, umumiy qon tahlillari buyuriladi. Reabilitatsiyasiga keladigan bo'lsak, medikamentos reabilitatsiya, dieta reabilitatsiyasi, dieta terapiyasi, psixologik va ijtimoiy reabilitatsiya, fizioterapevtik reabilitatsiya, sanatoriya kurort reabilitatsiyalarini o'z ichiga oladi. Xulosa qilib aytganda, miksedema reabilitatsiyasi uzluksiz va kompleks bo'lishi kerak. Asosiy gormon terapiyasi, ammo uni to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik va psixologik qo'llab-quvvatlash to'ldirib boriladi. Endi davosiga keladigan bo'lsak, miksedemani davolash quyidagilarni o'z ichiga oladi. Gormon terapiyasi tarkibida yod bo'lgan preparatlar. Miksedemani o'z vaqtida davolamaslik quyidagi asoratlarga olib kelishi mumkin. Gipotireoid, ya'ni koma ko'pincha o'limga olib keladi. Markaziy asab tizimining buzilishi, miokard infarkt, ko'krak qurbaqasi, bosh miya tomirlari arteriosklerozi, ishemik insult. Xavf guruhiga quyidagilar kiradi. Menopauza davridagi ayollar, irsiy moyilligi bo'lgan odamlar, buyrak yetishmovchiligi bilan og'rigan odamlar, qalqonsimon bez kasalligi bilan og'rigan odamlar, immuniteti zaif odamlar. Endi oldini olishga keladigan bo'lsak, kasallikni oldini olish uchun bemorlarga quyidagilar tavsiya etiladi. Yodning yetarli miqdorini iste'mol qilish, qondagi gormonlar darajasini nazorat qilish, stress vaziyatlardan qochish, burun halqumning o'tkir va surunkali kasalliklarini o'z vaqtida davolash. Endi sizlarga mana shu miksedema kasalligi haqida ozroq o'zim gapirib bermoqchiman. Men miksedema kasalligini eng og'ir darajasini ko'rganman, chunki o'zimni onam shu miksedema kasalligiga chalingandi. Miksedema kasalligida ko'zingizni oldiga keltirsangiz, men ko'rgan narsamni aytib bermoqchiman. Yuzda shish. O'sha eng og'ir darajasida bemorni umuman tanimay qolasiz. Yuzda shish, oyoqlarda shish, mana aytyapti, tillarni shishib ketishi, og'izga sig'mayishadi. Xuddi o'sha kasal vrach chizib berganda, tasvirlab bergan, o'sha odam xuddi o'zini suvni tagida turgandek his qilar ekan, shunchalik og'ir his qilar ekan. Mana nafas olayotgan vaqti aytyapti-ku, xirildoq ovoz, shunaqa kuchli xirildoq ovoz bo'ladi. Uni ko'rsangiz, agar ko'rganlar bo'lsa, xirildoq ovoz, tilni kattalashishi, xotirani pasayishi, eng birinchi belgi xotira pasayishi kuzatilar ekan. Xotirani pasayishi. Tanani bosganingizda shunchalik shishib ketgandan tanaga qo'lni botirgan vaqtingiz botmaydi. Shunaqa tarang bo'lib shishib ketar ekan. Men sizlarga ko'rganimni aytyapman. Tasavvur ham qila olmaysiz. Shunaqangi tanimaydigan darajada shish bo'ladi. O'sha odamni umuman tanimaysiz. Masalan, burun yo'llarida tanada qanaqa suyuqlik chiqadigan bo'lsa, o'sha suyuqlik chiqmay qolar ekan. Burunning quruqlashishi, og'iz quruq ketishi, qabziyatlar mana ich kelishi,
ayollarda vidleniya degan narsalar yo'qolishi umuman kelmaykan. Nimagagam tashqariga shu chiqqanda ham klizma qilgandik bizlar o'sha vaqt. Klizma bilan chiqarasiz. O'zi u narsani o'sha kasal shu chiqarayotgan narsalarni ham his qilmay ekan. Shunchalik darajada og'ir bo'lar ekan. Bizlar o'sha больницаga borgan vaqti bizani qaytargan, yashamaydi deb qaytargan vaqti, endi agar Alloh umrini bersa yasharkan. Endi bu ham Allohdan. O'sha qaytargan vaqtiga ham onam 8 yil yashadi. Shuning uchun aytmoqchimanki, kasallikni o'z vaqtida aniqlash kerak ekan. O'z vaqtida tekshirib, vaqtida aniqlab davo choralari ko'rinsa, hamma kasallikning davosi bor ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana qo'shimcha qilib gapirishlaringiz mumkin.